Joriy yilning 27-yanvar kuni davlatimiz rahbari tomonidan Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish va jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida jinoyatchilikka qarshi kurashishda samarali mexanizm sifatida ishlab chiqilgan Chilonzor tajribasi atroflicha tahlil qilinib, uni barcha hududlarda joriy etish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan edi. Chilonzor tajribasi Xorazm viloyatida ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ana shunday ishlar doirasida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abdumajid Shermuhammedov, Urganch shahar hokimi Bunyod Rajabov ishtirokida Urganch shahrida xavfsiz muhitni yaratish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan manzilli tanishdi. Dastlab o'zaro hamkor tashkilotlar mas'ul xodimlardan iborat tezkor shtab faoliyati, hujjatlarni rasmiylashtirish va yuritish tartibi, ma'lumotlar almashinuvi hamda qabul qilinayotgan qarorlarning ijrosi tahlil qilindi. Shuningdek, Urganch shahrida kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, doimiy nazorat qilish va jinoyatlarni barvaqt oldini olish maqsadida joriy etilgan raqamlashtirish yechimlari hamda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish amaliyoti o'rganildi. Urganch shahrida jamoat xavfsizligi kuch va vositalarni boshqarishning mutlaqo yangi tizimi joriy etildi. Endi patrul post, yo'l patrul, qo'riqlash va profilaktika xizmatlari tunu kun 3 smenali xizmat rejimiga o'tkazilib, shaxsiy tarkibning kamida 70% soat 17:00 dan tungi 3:00 gacha mahallalarda xizmat olib bormoqda. Huquqbuzarlik yoki jinoyat to'g'risida xabar kelib tushgan taqdirda patrul guruhlarining 5 daqiqa ichida voqea joyiga yetib borishi ta'minlandi. Urganch shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlariga tungi xizmatni bevosita mahallalarda tashkil etishi yuzasidan ko'rsatma berilib, mas'ul rahbar va xodimlarga mahallalarda manzilli profilaktika ishlarini kuchaytirish, idoralararo hamkorlikni yanada mustahkamlash, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish yuzasidan tegishli ko'rsatma, tavsiya va topshiriqlar berildi. Jinoyatchilikka qarshi kurashishda mahalla kesimida aniq mas'uliyat, tezkorlik va samaradorlikni ta'minlaydigan yangi tizim sifatida o'z samarasini ko'rsata boshlagan Chilonzor tajribasini barcha hududlarda to'liq joriy etish orqali mahallalarda xavfsiz muhitni mustahkamlash, aholi tinchligi va jamoat xavfsizligini ishonchli ta'minlashga erishish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda.